Assalomu alaykum. Voqamiz ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotiga oid muhim xabarlar tafsiloti bilan efirda kunduzgi yangiliklar informatsion dasturi. Studiyada Jumanazar Komilov. Tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi loyihalarni amaliyotga tatbiq etish orqali yangi ish o'rinlarini ochish va aholi bandligini ta'minlash muhim masalalardan biri. Bu borada Urganch tumanida faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari tomonidan muayyan ishlar qilinmoqda. Muxbirimiz tumandagi ishlab chiqarish korxonasi faoliyati misolida mavzuni yoritadi. Tumandagi Arboblar mahallasida 3000 nafardan ziyod aholi istiqomat qiladi. Mahallada ayni paytda 200 ta tadbirkorlik subyekti samarali faoliyat ko'rsatmoqda. Bu yerda asosan ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish yo'nalishida tadbirkorlik qilinadi. Hududda joriy yilda kichik biznesni rivojlantirish maqsadida 15 ta yangi loyihani amalga oshirish borasida izchil ishlar olib borilyapti. Mahallada joylashgan Urganch Ishon servis ishlab chiqarish korxonasi 2016-yilda tashkil qilingan. Bu yerda faqat yarim tayyor mahsulot tayyorlab kelinardi. Joriy yilda biznesni rivojlantirish banki resursi orqali modernizatsiya ishlari amalga oshirilib, korxona qayta texnik jihozlandi. Tadbirkorlarning 2 milliard o'z mablag'i va bankning 1 milliard 200 million krediti evaziga Xitoy Respublikasidan uskuna olib kelindi. 100% avtomatlashtirilgan yuqori texnologiyali liniya orqali granuladan propilen qoplar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Korxonada 24 soatda 20 ming dona, bir oyda 600 ming dona oq rangli propilen qoplar ishlab chiqarilmoqda. Har qanday mahsulotlar bugungi kunda ushbu qoplarda qadoqlanib sotilyapti. Shu sababdan propilen qoplar qurilish mollari, shakar mahsulotlari uchun qadoq mahsuloti bo'lib xizmat qilmoqda. Oldindan loyihamiz bor edi, shunaqa shu qop ishlab chiqarish 2018-yil bitta uskuna olib kelganmiz o'z mablag'imizdan. Shundan ish boshlaganmiz. 500-600 millionlik mahsulot sotganmiz 2023-yilda. Endi bu yil 600-700 millionlik mahsulotni ishlab chiqarib sotib turibmiz. Hozirgi kunda 15 kishi ishlayapti, ikkisi menda. Buyurtmalarimiz endi zavodlarga yetkazib beryapmiz. Maqsam Chirchiq zavodimiz bor Toshkentda. Ki Almaliq Ammopot zavodimiz bor. O'sha yerga hozirgi nimamiz, kontraktlarimiz, shartnomalarimiz bor. O'shalarga yetkazib turibmiz. Xomashyalarimiz ham shu o'zimizni O'zbekistonda chiqib turgan xomashyalardan mahalliy nimada ishlab, o'sha nimani olib ishlab turibmiz xomashyadan. Kelgusida yana bir 10 ta tikuv mashina qo'ysak, yana bir 10 ta ish o'rni ochiladi. Buni endi 20, 30, 50 tacha olib borsa bo'ladi tikuv mashinalarini katta kengaytirish. Rejamiz shu kengaytirib boraveramiz. Birinchi navbatda niyatimiz eksport qilish. Propilen qoplar asosan ichki bozorga yetkazib berilyapti. Kelgusida korxona faoliyatini yanada kengaytirish orqali yangi ish o'rinlari ochish rejalashtirilgan. Albatta, viloyatimizda bunday ishlab chiqarish korxonalarining faoliyat ko'rsatishi aholini ish bilan ta'minlash bilan birga kelgusida eksport salohiyatini oshirishga munosib hissa bo'lib qo'shiladi. Ayollar yuzidagi tabassum nainki oilalar, balki xalq hayotining ham o'ziga xos inikosidir. Ayniqsa xotin-qizlarni ham doimiy ish o'rni bilan ta'minlash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri. Muxbirimiz Urganch shahridagi Texnopark hududida joylashgan tikuvchilik korxonasi faoliyati haqida so'z yuritadi. Urganch shahridagi Ko'hna Diyor tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati 2021-yildan buyon faoliyat olib bormoqda. Tikuvchilik korxonasining ishga tushirilishi natijasida 250 nafar xotin-qizlar ish bilan ta'minlandi. Endilikda ular o'z mehnatlari bilan oilalari moddiy farovonligini ta'minlash, turmush darajasini oshirish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Mazkur korxonada 50 dan ortiq keng assortimentdagi mahsulotlar tikilmoqda. Har oyda 200 ming dona tayyor mahsulot chet elga eksport qilinadi. Asosan korxonamizda Xiva, Yangariq, Urganch tumani, Urganch shahari, Xonqa tumanlaridan yoshlar, ayollar daftari turgan ish xodimlarimiz, ayollarimiz kelib ishlashadi. Ishlarimiz uchun bepul transport vositalari, tushlik uchun ovqatlarimiz ham bepul. Ishlarimiz ko'rib turganingizdek, buyurtmaga qarab ishlab chiqaramiz. Hozirgi kunda futbolka ishlab chiqaryapmiz. Korxonamiz asosan o'zi 600 taga yaqin ishchiga mo'ljallangan. Hozirgi kunda 200 dan ziyod ishchilar ishlab turibdi. Korxonamizda hamma qulay sharoitlar bor. Ishchilar kelib ishlayman desa, bizni Ko'hna Diyor tekstil fabrikamizga kelib ishlashlari mumkin. Oylik maoshlarimiz 1,5 milliondan 3 milliongacha ish bay usulida to'laymiz. Ayollarimiz kelganda ham mashinani umuman bilmardi, o'zimiz o'rgatganmiz. Ishlarni ham bilmagan holda kelishgan, biz o'zimiz ularni o'rgatib, mas'ullar ular o'rgatishadi. Shu darajaga yetdik. Hozirgi kunda chevarlarimiz 50 dan ziyod modeldagi ishlarni chiqishollaydi. Korxonamizga asosan ayollar bo'lgani uchun ham biz ayollarimizga
8 dan 5 gacha ish soat belgilaganmiz. Yakshanba kunlaridan asosan eksport Rossiya, Ukraina, Qozog'iston, Moldaviya shu Rossiyaning hamma tumanlariga, viloyatlariga eksport qilamiz. Ayni kunlarda korxonada ish jarayonlari qizg'in davom etyapti. Korxona rahbariyati tomonidan hech qayerda ishlamagan, ro'zg'or bilan ovora bo'lgan, tikuvchilik bo'yicha malakasi ham yo'q xotin-qizlar ishga olinmoqda. Tikuvchilik sohasida tajribasi bo'lmagan ko'plab ayollar shu yerda chevarchilikka o'qitilyapti. Bu yerda mehnat qilayotgan xotin-qizlarning katta ko'pchiligi ayollar daftarida ro'yxatda turadi. Xorijda ishlab qaytgan xotin-qizlar ish bilan ta'minlanyapti. Texnofar tekstilda ishlayotganiga 1 yil bo'ldi. Xiva tumanidan qatnaymiz sho'ra isha biz xotin-qizlar ishlash uchun sharoitlar yaratilgan bu yerda. Shu yerda ishlab turganimizdan faxrlanaman, iftixor qilaman. Shu tikib turgan mahsulotlarimiz, tuzatib turgan mahsulotlar chet davlatlarga eksport etilib turibdi hammasi. Oyliklarimiz ham yaxshi, 3-4 million atrofida oylik olib turibmiz. Mehnat qilsang rohatini ko'rasan deb bana ishlar oilamizni, bola chaqamizni, ro'zgarimizni mehnatimiz orqali ta'minlab turibmiz. Shuning zo'r sharoitlarni, imkoniyatlarni yaratib bergan prezidentimizga ming rahmat aytaman. Nazoratchi bo'lib ishlayman. Oldin migratsiyada ishlab keldim. Bu yerga yaqinda keldim. Nazoratchi lavozimini menga berishdi. Bu yerda ishlayotganimga juda ham xursandman. Hammasi yaxshi, tikuvchilarimiz juda ham ajoyib ishyapti. Nazoratni ham yaxshi olib boryapman. Boshqa migrantdagi ayollarni ham shu yerga kelib, O'zbekistonga kelib, o'zlarini yurti uchun shu yerda ishlab, xizmat ko'rsatib, mana shunaqa yaxshi oyliklar olib ishlashini xohlayman. Va o'zingiz yurtingizda ishlaganingiz yaxshi, bola-chaqa yoningizda bo'ladi, oilani bag'ringizda bo'lasiz. Oyliklarni vaqtida berishyapti, oyliklarimiz qoniqtiradi. Kelajakda korxona jamoasi o'z mahsulotlari bilan mamlakat va jahon bozorida o'z o'rinlarini topishlari bilan faoliyatlarini yanada kengaytirish hamda yangi ish o'rinlarini yaratishni maqsad qilishgan. Iqtisodiy sohadagi barcha chora-tadbirlar va sa'y-harakatlardan maqsad mamlakatimiz rahbari aytganidek xalqimizni rozi qilish, aholini xotin-qizlarni ish bilan ta'minlashdir. Ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Urganch shahar kengashi hamda maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tashabbusi bilan 8 mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bayrami munosabati bilan xotin-qizlar o'rtasida ayollar Spartakiyadasi o'tkazildi. Hozir shu haqda. Ayolga ehtirom haftaligi doirasida kasaba uyushmalari sog'lom turmush tarafdori shiori ostida o'tkazilgan musobaqada shahardagi maktabgacha va maktab ta'lim tashkilotlari rahbar ayollari sportning shashka, shaxmat va voleybol turlari bo'yicha o'zaro bellashishdi. Sport musobaqasini o'tkazishdan maqsad rahbar ayollarni ishdan bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ular orqali jamoalarda mehnat qilayotgan xodimlarni sportga bo'lgan qiziqishlarini orttirish va oilalarda sog'lom turmush tarzini yaratishdan iborat. Bilamiz, rahbar ayollar doimo ishda ish bilan band, ishdan keyin oila yumushlari bilan band bo'ladi. Bu tadbir biz uchun ayni muddao bo'ldi. Bu ishdagi charchoqlar, doimiy ishlash, doimiy o'qishdan chekinib, bugun sportning barcha yo'nalishlarida shaxmat, shashka, qo'noq startlar, voleybol turlari bo'yicha rahbar ayollar o'zaro bellashib, o'zaro do'stona musobaqada bo'lishadir. Bundan biz juda ham xursandmiz. Avvalo bu ayollarning sport bilan shug'ullanishi, ularning sog'ligi, qolaversa musobaqadan keyingi ularning kayfiyati, ish faoliyatlarini yaxshi bo'lishini yaxshi ta'minlaydi. Voleybol, shashka, shaxmat turlari bo'yicha biz o'zaro hamkasblar bellashdik va juda ham bir xursand kayfiyatda bo'ldik. Albatta sport har bir ayolni, nafaqat har bir shaxsni jismonan sog'lom qilishga turtki bo'ladigan albatta bu sport. Bunday sport tadbirlarini kasaba uyushmasi tomonidan tez-tez bayram arafalarida o'tkazilib turishi bizlarga juda ham xursandchilik baxsh qiladi. Chunki biz ish faoliyatimizdan ortib sport mashg'ulotlari bilan do'stona uchrashuv, yaxshi kayfiyat o'zimizga hamroh qilib olamiz. Albatta biz bundan juda ham minnatdormiz. Hammani kirib kelayotgan xotin-qizlarni 8-mart bilan chin yurakdan jamoam nomidan shahardagi barcha ta'lim tashkilotlari rahbarlarini, rahbar ayollarini tabriklab qolaman. Musobaqa yakuniga ko'ra umumiy hisobda yuqori ko'rsatkichlarni qo'lga kiritgan g'oliblar Urganch shahar kasaba uyushmasi kengashi tomonidan diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.
Viloyat hududida joylashgan ta'lim muassasalarining xavfsizligini ta'minlash, maktablarda xizmat olib borayotgan idoraviy qorovullik bo'linmalari ishchi xizmatchilarining moddiy texnik bazasini yangilash maqsadida viloyat qo'riqlash boshqarmasi, Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi hamda shahar va tuman hokimliklari bilan hamkorlikda hududlarda bir qator manzilli ishlar olib borilmoqda. Hozirgi lavhamiz shu xususda. Bugungi kunda ta'lim muassasalaridagi o'quvchilarning sifatli ta'lim olishlari, ularni turli xil yot g'oyalardan himoya qilish, shuningdek, maktablarda kelib chiqishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarning oldini olish maqsadida ta'lim muassasalarida xavfsizlik choralari mustahkamlab borilmoqda. Jumladan, viloyat qo'riqlash boshqarmasi tashabbusi bilan idoraviy qorovullik bo'linmalari ishchi xizmatchilarining nazariy va amaliy bilimlari mustahkamlanib, ularning joylarda xizmat olib borish jarayonlari tunu-kun nazorat qilib borilmoqda. Shu bilan birga maktablardagi xavfsizlikni va maktab qorovullarining xizmat o'tash jarayonlarini sifat jihatdan yangilash maqsadida Xiva va Urganch tumanlarida maktab qorovullari aloqa va maxsus vositalar bilan ta'minlandi. Bugungi kunda barcha ta'lim muassasalarida xavfsizlikni yanada kuchaytirish maqsadida qo'riqlash boshqarmasi bilan hamkorlikda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, bugungi tadbir davomida tumandagi barcha umumta'lim maktab qorovullariga maxsus aloqa vositalari topshirildi. O'ylaymizki, maxsus aloqa vositalari orqali qorovullar tomonidan maktablardagi xavfsizlikni ta'minlash yuqori darajaga ko'tariladi va bundan keyin ta'lim muassasalaridagi kelib chiqishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarni oldini olish borasidagi hamkorlik ishlari kuchaytiriladi. Bu tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad ta'lim dargohlarida sodir etilishi mumkin bo'lgan turli xil huquqbuzarliklarni aniqlash va profilaktika qilish, shuningdek, mamlakatimiz kelajagi bo'lgan yoshlarning bilim olish jarayonlarida xavfsizlik masalalarini kafolatlashdan iborat. Tadbir davomida maktab qorovullariga xizmat vazifasini bajarish chog'ida qanday harakatlanish, aloqa va maxsus vositalardan foydalanish tartibi tushuntirilib, maktab hududida sodir etilgan har qanday ko'rinishdagi salbiy holatlarda tashvish xabari orqali tuman qo'riqlash bo'limini xabardor qilish masalalari yetkazildi. Dasturimizdan sportga oid xabar bilan davom ettiramiz. Viloyatimizda velosport turini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda qator sport maktablarida velopoygachilar bo'linmalari faoliyat ko'rsatmoqda. Sportchilar viloyat va respublika sinovlarida munosib qatnashib kelishyapti. Xorazm viloyatida velosport ko'p yillardan beri rivojlanib kelmoqda. Xususan, yillar davomida Gurlan tumani sport maktabining velosport bo'lim poygachilari muntazam respublika, qit'a, jahon chempionatlari hamda olimpiya o'yinlarida ham munosib ishtirok etib kelishgan. Xalqaro safardagi sport ustasi Murodjon Xolmurodov, Bekzod Rahimboyev, Bekzod Bahodirov shular sirasiga kiradi. Keyingi yillarda velosport bo'limlari viloyatning boshqa shahar va tumanlarida ham yuqori darajada rivojlana boshladi. Bugungi kunda asosan Urganch olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi, Gurlan, Yangibozor tumanlari hamda viloyat sport o'yinlari va yengil atletika bo'yicha ixtisoslashtirilgan sport maktabi velosportchilari respublika musobaqalarida viloyat sport sharafini munosib himoya qilib kelishyapti. Viloyat sport o'yinlari va yengil atletika bo'yicha ixtisoslashtirilgan sport maktabida velopoygachilar bo'limi 2022-yildan buyon rivojlanyapti. Mashg'ulotlarda trener sport ustasi Ro'zimboy Boltoyev 15 nafar velosportchiga mahoratini oshirishga yordam beryapti. Men velosport turi bo'yicha 6 yil shug'ullanganman. O'zbekiston chempionati kuboklarida sovrindor bo'lganman. Qolaversa, Osiyo chempionatlarida ishtirok qilganman. Trenerim Jumanov Omonboy, Jumanov Nodir hozirgi kunda sportning o'yin turlari yengil atletikaga ixtisoslashtirilgan sport maktabida trener ish faoliyatini olib bormoqdaman. 7 nafar sportchimiz O'zbekiston terma jamoasiga 2025-yilda a'zo bo'ldi. Mart-aprel oyida bo'ladigan O'zbekiston chempionat kuboklariga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Qolaversa, Bahraynda bo'lib o'tadigan Osiyo o'yinlariga ishtirok qilish niyatimiz bor. Trener ta'kidlaganidek, sport maktabi yoshlari asosan mountain bike va BMX yo'nalishlari, ya'ni tog'li hududda o'tkaziladigan poyga hamda maxsus notekis maydonda bo'lib o'tadigan velopoygalar bo'yicha yuqori natijalarni qo'lga kiritib kelishyapti. Sportchilarning 7 nafari respublika terma jamoasi a'zosi. Ular orasida Xolmuhammad Niyozmetov ham bor. Velosport bilan shug'ullanaman. Bu yerga kelganimga 1 yil bo'ldi. Sport maktabida velosport bilan shug'ullanish uchun yangi velosipedlarimiz bor va barcha sharoitlarimiz yetarli. 2024-yilda Toshkent shahrida BMX turi bo'yicha faxrli 1-o'rinni oldim. Respublika terma jamoasi a'zosiman. Hozirgi vaqtda xalqaro musobaqalarga qatnashishga tayyorgarlik ko'ryapman.
Ixtisoslashtirilgan maktab mas'ullari velosportchilarni qo'llagan holda ularga sport bilan mukammal shug'ullanishlari uchun qulay sharoitlar yaratib berishyapti. Xususan, maxsus velosiped va ekipirovka bilan ta'minlash ishlari ularning doimiy nazoratida. Hozirgacha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.